Azizjon aka Samarqanddan bugun offlayn darsga ham keldilar. Siz onlaynda o'qidingiz, oxirgi 4-potokda. Shu natijalar bilan aytsangiz, ya'ni qanaqa necha pullik sotuvlar qildinglar, nimalar o'zgardi? Natijalar endi aytganingizdek hammasini jadvalga solamiz. Hozircha jadval yo'q. Lekin jadvalgacha bo'lganda kurs pulini misol 100% oqladi и уже aytaylik 500 foydaga ham chiqdik. Ya'ni kurs pulidan tashqari. Bu hali dars masalan dars protsessini o'zida, Dars protsessini o'zida. Necha foizga ishlatdinglar berilgan instrument? Chunki men endi esimda bir 10 tadan bitta instrument orqali o'zi sotib bo'ldi-da. Shunaqa. Instrumentlar jihatdan olsak, Gazeta 20-30% instrumentni ishlatdik и yo'q budjetdan biz harakat qildik o'sha rezultat qilishga. Pul tikmasdan. Da. И o'shandan keyin уже pribыл qilgandan keyin xuddi o'shani pulni 2, 3, 5x qilishga keyin уже yana оборот olyapmiz. Hozir men o'zingizda 3 oy, 6 oylik qanaqadir reja tuza oldingizmi? Mana bunaqa qilaman, bunaqa qilaman. Rejalarni endi-da. Endi mana targetlar yoqishni boshladinglar. Shunday. Bu hozir mana sotuv qilishgani darsni o'zida hech qanaqa pul tikmasdan targetlasiz. Просто o'sha bepul instrumentlarni o'zida. O'sha yerda o'zi oqlab ketdilar-da o'qish davomida. Shunday. Rahmat. Aynen.